Bugun sizlar bilan chista 70-80-yillardagi akalarni, opalarimizni xursand qilib, chista yoshlikka qaytaramiz. O'sha paytda bor chinorlar tagida shuna qilib o'tirilgan, o'sha paytlarda qilib o'tirilgan. Endi buni qarang mana. Realniy spot. O'sha paytda qo'l yuvilganmikan, bir narsa bo'lib, qo'lda yuvilib, torozlar solib tepalarga chiqilgan mana. Tepalar qaranglar, joybiligini. Soyda bo'yini qaranglar, haqiqiy chista zo'r-a. Ana yerda qarochi qanaqadir muzqayamoqmi yo qanaqadir o'tiradigan joy bo'lganmi, bilmadim. Ezishga ham qo'rqadi odam, hayron. Paytlarda mana shunaqa panjaralar bo'lardi. Biz opoqimlarda uyda ham bo'lardi shunaqa narsalar. Hozir уже yo'qolib ham ketdi. Agar shu joyda eslaganlar bo'lsa, bitta yurakchani qizartirib qo'ying, men uchun motivatsiya bo'ladi. Уже mana yurakchalar уже qilinishni boshlabdi, demak, уже bu yerga odam kelib turadi. Ko'ngil xotirjamlik bo'laveradi. Bitta. Qana joylar? Armi? Wow! Menimcha mana shu narsani boru adashmasdan burus uy deyiladi. Ruslarda uylari mana shunaqa burus uy hisoblanadi. Taxtadan bo'ladi. Hali ichkariga qanday kirib ko'ramiz endi? Oldi o'taylikchi oldiga. Agar rozi bo'lasiz, men so'roqsiz olyapman bunaqa joylarni. Qaranglar, ajoyibligini qarang. Mana tashlandiq. Kirib ko'ramiz, duq vagon sizlar uchun, sizlarni qiziqtirish uchun aniq kirib ko'raman ichkariga men. Uy, shakarmi? Qarang. Hurs qilyapti. Uylar, qaranglar. Oho, cho'tki-ku. Lekin boru men bir narsani tushunib yetdim. Yozgi kunda maza qilib, dam olib, o'tirishli xona ekan, aziz ekan lekin. Bir narsalar bo'lganda boru, qarang. Mo'za. Bu lata kim ekan bu lata? Siz mana. Metta yo chaqbalay bo'lgan yoki qanaqadir suvda motorchigi bo'lgan topdim. Xullas, bu joyimiz 70-80-yillarda bu joy shuni bo'yicha lager hisoblangan. Zavod ishchilari chiqib, xuddi mana shu yerda maza qilib muzday joylar dam olib, xursandchilik qilishgan va yozgi kunlarida maktab o'quvchilari uchun lager hisoblangan. Bizga kelgan ma'lumot shu. Agar adashayotgan bo'lsam, kommentariyaga to'g'rilab ketinglar. Hamma adashadi. Bu joyda eslaganlar bo'lsa, qanaqa joy? Shunchaki yomon niyatda va shunchaki xotiralarni eslash maqsadida bu video olindi. Albatta, Vodiy Proga obuna bo'lib qo'ying.